Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ota-onalar. Farzandingizni kelgusida yashil energetika sohasida malakali mutaxassis bo'lib yetishishini xohlaysizmi? Unda respublika yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblangan Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetiga muqobil energiya manbalari quyosh va shamol energetikasi yoki muqobil energiya manbalari vodorod energetikasi bakalavr ta'lim yo'nalishiga hujjatlarini topshirtiring. Kelajak sof ekologik toza bo'lgan qayta tiklanuvchi energetika zaminidir. Kimga sir emas, so'nggi yillarda uglevod xom ashyo resurslarining kamayishi, shuningdek atmosferaning ifloslanishi bilan bog'liq ekologik holatlarning yomonlashishi, eng achinarlisi yer yuzida iqlim o'zgarishi, global isish kabi halokatli vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Shuning uchun dunyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston Respublikasi qayta tiklanuvchi energetika sohasida keng qamrovli islohotlar olib bormoqda. Respublikada oliy ta'lim muassasalari ichida birinchilardan bo'lib Toshkent davlat texnika universiteti alternativ energiya manbalari kafedrasida qayta tiklanuvchi energetika asosida kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Kafedrada o'quv ilmiy jarayonlarga O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Fizika texnika instituti, Materialshunoslik instituti, shuningdek Energetika vazirligi tasarrufidagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari Milliy ilmiy tadqiqot institutidan yetakchi olimlar jalb etildi. Kafedrada xorijiy olim ta'lim muassasalari bilan ham hamkorlik aloqalari olib borilmoqda. Jumladan Moskva energetika instituti, Milliy tadqiqot universiteti, Kazan davlat energetika universiteti, Xalifa universiteti, Delaware universiteti, Anhalt amaliy fanlar universiteti, Al-Farobiy nomidagi Qozog'iston milliy universiteti, Qozog'iston Germaniya universiteti va boshqalar. Siz mutaxassis bo'lib yetishingizda quyidagi kurslarda tahsil olasiz. Quyosh energetikasi asosiy mutaxassislik fani bo'lib, to'liq zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan. Quyosh radiatsiyasi va barcha meteorologik ko'rsatkichlarni o'lchash kristal, kremniyli va yupqa qatlamli texnologik asosdagi quyosh fotoelektrik modullari, ularning parametrlari va xarakteristikalarini o'lchash uchun kalibrovkalangan Eurotesterlar, zamonaviy multimetrlar, fotoelektrik trenajyorlar, har xil quvvatdagi avtonom va elektr tarmog'iga parallel ulangan fotoelektrik stansiyalar, ularning ish rejimlari, ishchi xarakteristikalarini zamonaviy dasturlar orqali yozib olish, qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kurs jarayonida siz quyosh panellarini ketma-ket parallel ulash, tarmoq invertor bilan ishlash, yashil elektr hisoblagichga ulash kabi malakalarni ham o'zlashtirasiz. Quyosh issiqlik qurilmalari va tizimlari kursida quyosh energiyasini issiqlik energiyasiga o'zgartirish bilan bog'liq barcha qurilmalar va jarayonlarni o'rganasiz. Ya'ni har xil turdagi quyosh kollektorlarini montaj, demontaj qilish, o'rganish, ishga tushirish kabi bilimlarga ega bo'lasiz. Shamol energetikasi kursi sizga hududlarda shamol potensial ko'rsatkichini aniqlash, hisoblash, shamol kadastrini bilish, turli xil konstruksiyadagi shamol energetik qurilmalari va stansiyalarini loyihalash, parametrlarni prognozlash, modellashtirish hamda konstruktiv tartibini o'rganish bilan bog'liq bilimlar kompetensiyasini egallashga yordam beradi. Shuningdek, siz muqobil yoqilg'i turlari va ularni tayyorlash texnologiyalari, kichik gidroenergetika, fotoelektrik stansiyalari butlovchi qurilmalari elektronikasi, biomassa, geotermal energetika va ular asosidagi energetik qurilmalar va boshqa kurslarni o'zlashtirib ishlab chiqarishga tayyor kadr bo'lib yetishasiz. Agar muqobil energiya manbalari vodorod energetikasi bakalavr ta'lim yo'nalishini tanlasangiz, siz nafaqat muhandis energetik, balki vodorod sanoatida malakali mutaxassis kvalifikatsiyasiga ega bo'lasiz. Ma'ruza mashg'ulotlarini bevosita vodorod energetikasi loyihasida ilmiy loyihalar rahbari olib borishadi.